Evet toyda varsa, bu işkisi gepki unumay varsa, ben kandak mı kılamen? Şundaq tuqqanlarım, sizlerning yüzünla yerga tushsa, mana musat bo'ladi. Lekin men 3 kundan beri ma Adiljon bilan Tojgul shuncha nasihat qilsammi, mening gapimga zodi ko'nmadi. Ha? Sizlar gap qilamsizlar kimman sizlar? Shuncha baqta qilib ketgan tursa. Qarang singlim, Molla akam azaldan taq bizga mayl. Tuqqan degan tuqqanda. Tuqqanda aka tuqqan. Ha, Adiljon? Xo'sh, siz gap qilmaysiz-ku. Men kim? Özleri urug' tuqqanlarimiz ichidan chiqqan Mo'tibar Yasin Damulla akam bo'ldi. Ha, xo'sh. Undaq bo'lsa, men boshqa yo'lga manamsizlar? Albatta mangmaymiz Yasin aka. Sizlar suvga başlı suvga, o'tqa başlı o'tqa, naga başlı shuyaga mangamiz. Mana emasmi? Ha, Tojgul? Ha? Siz-chi qizim? Ben bu mangımen. Ulan artık Mollacıkan eveş getirdi. Mollacıkan da kalsaden cuma, kalsaden. Ha, Adiljon, Tojgul. Men bugun ikkinlarning to'y ishini bir taraf qilgani keldim. Sizlar qo'shilamsizlar, qo'shilmamsizlar? Men qo'shilaman Yasin aka. Ha, mana ish bitta emasmi? Tojgul? Ha? Siz-chi qizim? Agar chatoq chiqirdigan bo'lsangiz, tuqqanlikdan ayrilmaydi-mu? Ha? Ben koşuldum apa. Bana iş bitti. Hem işlerimiz öz yolun bağlığa boldu. Ballarımız mı razı oldu emes mi? Mollacıka, Xudoga şükret. Tuqqan deganning qadrini faqat tuqqanli bildik. Shunda qaysqan, shunda. Bizga mush qo'shal kundan keldik endi. Talakili qamak, go'shili sinak. Yog' bilan bo'rak oxiri ayrilmaydigan bo'ldi-da, Aysxon. Sadraxon, Aysxon, endi o ko'nglingni tingandu. Tinde Molla aka ko'ngli tinib ketdi. Endi Xudoyim bo'lsa bu to'yni alomat karomat qiladigan bo'ldik-da Aysxon. Sadraxon, mana shundoq alomat, karomat to'y qilmaymiz deyotganda, ma el jamoat sizlarni yomonlashib qopti. Saymoxon bilan Hamroxonni uydan qo'g'litibdi desa, bu o'zingizga sat bo'la. Bu deganlari rost Molla aka. Amalimiz qancha desizlar? Hey, mana 5 kun bo'ldi. Ko'nglimiz parokandili o'tatdi tam. Ras, nasat şoldi aka. Biroq Saydoqin o'zi yomonlab chiqgan. Undaq emas, Aysxon. Bunda yolg'on gap qilmanglar. Salom. Sizlar meni o'zingni o'zing qo'qlab aytdinglar emasmi? Agar bugun Hoji kam odamni aytib chaqirib kelmagan bo'lsa, men bu kelmagan bo'lardim. Kesla Saymoxon, ne kesla? Saymoxon kesla. Topolma. Men Mollacıkam chaqirtib odam evatibga shuning uchun keldim. Uydan tillab ayda versem yani o'zi kepti deb qolmsin. Kesla Hamroxon. Kesla Hamroxon. Kesla. Xo'sh. Saymoxon bilan Hamroxonmi yetib keldi. Ma ballarning to'y bo'lishdan burun ota-onalar o'tirisidagi adovatni tugitib, uyinglarni chiroyli, inoq, iltifoq bo'lib tutinglar. Ha? O'g'il o'ylaymiz, qiz chiqirimiz deyotganda, kunda bunda jidallashib tursangiz sat turdi, Saymoxon. Ha, shundoq Molla aka. Bu shu ballarimizning to'yini qilib olsak, sizlar nima desini biz shunga rozi Molla aka. Ras, biz ballarning to'yini chiroyli o'tkazib olsak, sizlar nima desizlar biz shuni qilaylik. Ma gaping durust. Biz atishib qolaylik. Ha, bo'ldi, atishib qolaylik biz. Men atlashmayman. Men atlashmayman. Saymoxon, sizlar nima ish qatnashmaylar? Hoji aka, Aysxon hozir sizning oldingizda munda degan bilan, sizlar ketgandan keyin o'zini bilganini qiladi. Yo'q, men kepimni turman. Jazman endi unda qilmayman. Saymoxonni ballarni to'yini chiroyli o'tkazib olaylik. Mendan o'tgan bo'lsa, men nomaqul. Xafa bo'lmaslar. Unda olsa men Hoji kamning oldida elini qo'riq demayman, postachining nasl demayman, utonchining avlod demayman deb va'da berayapsizlar. Ma'qul men va'da beray. Endi bir gap qoldi Mollacık. Ha, nima gap? Ma Aysxon, Saymoxonni sipaga bilan u yoqdan bu yoqqa qo'g'ilmayman deb va'da berdi. Ha, mandaq ish omiti ha? Oldin oshkor qilmaydigan gap edi. Qaranglar. Ma'qul men tilxat beray. Ma'qul. Saymoxon, Xo'sh. Aysxon hamma illatlarni o'z bo'yniga oldi. Shundoq. Qandoq qilmay adishib qolsa bo'larmikin? Ha? Ha, Saymoxon. Chiqilami bo'ldi, ha? Men go'sh atlashmay degandim, endi yana Dadam ma'qul oldi. Sadraxon, Xo'sh Molla aka. sizmi Saymoxon bilan Aysxondan ulgilib, Hamroxon bilan adishib bo'larmikin? Chatoq yo'q Molla aka. Bu ishimiz atlish yo'limizga. Mollacıkam men hergiz atlashmayman. Ha, berib bir narsa anglar. Hamroxon,
Obdan xotin, yavaş xotin, ben namaqul afo qilinglar endi. O'tganda bir kiyimlik shipingni xonning gitini qilayotgan tinglar xotin. Bo'ldi, men namaqullikqa shuni apiray. Ma to'yda chiroyli bir kiyib chiqinglar endi. Rasma. Voy, rost. Endi dadasi gap shipindi xol ko'ynakda emas gap ko'ngilda. Shundoq. Sizlar nima qilgandan keyin eplashib qolaylik. Hacıka bana ikimiz erişip kaldık buna. Mana maşallah ko'ngilli bilan bo'ldi emasmi? Aymaxon. Hoş. Anda olsa bir piyoladan namaqulluq ichib, ma aranglarda saqlanib kelayotgan adovatlarni bir juvatman sizlar. Olur. Hozir çak. Qani hacıka, otlasın. Emrahxon, qo'pollik qilgan bo'lsam-mo, uydan chiqarib etgan bo'lsam-mo, afo qiling xotin endi. Voy dadasi, sizlarga qo'qislar. Men endi sizning soqovingizni nima demayman. Marek bo'lsin Saymaxon Qaysxon, marek bo'lsin. Marek bo'lsin Sodiraxon, Hamraxon, marek bo'lsin. Rahmat. Mana maşallah ko'ngilli bilan bo'ldi emasmi? Qani o'tiring. Birinchi nazik plan o'rinlandi. Endi gapchi, ikkinchi planni qoldi. Xo'sh. Anda bo'lsa, mening haqosinlik qo'ydigan ikkinchi bir savolim bor. Ha? Ikkinchi savol. Mana bu savolimga haq rosti bilan o'z aynini to'g'risini deyishlar ma'qulmi? Albatta. Amraxon, Xo'sh. makaslar. Mushu Tojgul kichik vaqtida Tojgulni yollariga ilib yotgan ishmi bo'lganmi? Bundaq ish bo'lgan Allohga. Biz bir ho'lda o'g'andik keyin ba'zi vaqtda Tojgulni men yenim qilib yotaman. Ba'zi vaqtida Oysxon Odiljonning yeni qilib yotadi. Bu ikki bola bizning yenimizda yetdi cho'ng o'g'an desizlar. Mundoq desizlar. Bunday o'g'an. Oysxon, Xo'sh. siz bir deb baqsizlar. Mushu ikki bola kichik vaqtida o'zaro bir-biringlarni imib qolgan ishim bo'lganmi? Qudam Hamraxon degandek, rost bu ikki bolani ikkimiz yenimizga elib yetibli cho'ng qilgan aka. Biroq emitib qolgan ishlar zodi bo'lmagan. Xudoyim saqlasin emildashlikdan. Mullachika, Xo'sh. bir ish meni esib kelyapti. Nima ish bolam? Nima ish bu? Opa, men sizni necha yoshga chapgan? Voy jinim bolam, sen bir tal o'g'il o'g'ashqa 5-6 yosh kirguncha emgan. Ha, texi ba'zi vaqtida talada o'ynab yurib emgin tepkasi uyga kirib imchiq beribsan bola. Mana endi esim keldi. Nima ish? Bu dal 6 yosh vaqtidagi bir ish. Men bir kuni talaga o'ynaga chiqib, to'rt opamni emgin kelib qoldi. Juyaga bir uyga kirdim. Uyga kirsam uyda opam yo'q. Yugurib o'yliq chiqdim. O'yliq chiqsam yana o'ylik yo'q. Qarsam mush peshayvonda Oysxon hammacham o'ngda yetib olib. Qilib xo'rak tatib uxlatibdi. Dal yaxshi paytganda ostina ketib. Ostina kelib, maydasini tugmasini asta ichib. Şop emilip pat Allah. Mana emasmi?
Bırak Emildaş bu toyunu zaten kıgını bulmaydı zaten. Şeriat kimi duruş emas da bu. Şunda. İşte tiktekliğin endi düşendim. Endi düşendim. Emrah'an, vay kudam. Endi maymun oyunu oynatmışlar. Mollaçka. Hoş. Bular hemmesi kepini bir kılıp, muş toyunu buzmak çıkan emesler. Ondan emas Aysxon? Yok, ben endi bildim. Endi Mollaçka gapning rostini demagan bilan bo'lmaydi. Mening bir ish tushimdikida yodimga kelyapti. Nima ish? Shu Tojigul nima yenim qilib yoqqan vaqtimda bir qancha qitim emdib qo'ygan. Shundaqmi? Ben edip qo'ygan. Ana o'zing eshitib aka. Voy Hamraxon, rost gap qislar. Bo'lmasa qor yuzib ketilar. Bu to'yning maslahatini qilganda sizlarmi shu vaqt qo'shilgandilar-ku? Shu vaqtda nima ish gap qilmagan, ha? Burun nima ish gap qilmagan? Burun Bu ikinci planla hemen bekledim. Demedim mi? O işte terbiye ortaga qilib qo'ysak bo'lmaydigan deb turibdi. Voy Emrahon, bu gapni burun nemish demagantinglar, ha? Sadraxon, burun gapni qo'yib turaylik. Mal naq gapni qilaylik. Biz Maymunxonni Hasanjonga ketib nima oqibatni ko'rmadik? Doktorlarning aytishicha, mayli imildash olsun, bo'lmasin, nevrilarni bir-biriga qo'shganda ulardan tug'ilgan farzand har xil kasalliklardan xoli bo'lmaydi deydi. Bu doktorning gapi. Bu da tug'ilgan bola ya shundoq meyib tug'ilgan bo'lsa, men qo'limni desa kesib bermayman. Ayxocha, xush xabar. Kelinlar meni xachab atgan sar so'qsalamat yazib Aysxon, nevriga morat bo'lsin. Nevriga morat bo'lsin. Sayvaxon, nevriga morat bo'lsin. Ha. Sekin. Oy, ne bo'ldi? Voy, gapni bergan ma'lumotlar ana o'zga turib akadan ko'z qarab. Voy, qani men aka. Köydolum xılayıq, münazirinin xulası çıxdı. Nevri çatqanda pərzənd meyib doğuldu. Əvladımızın tərəqqiyatdığım zor təsir etidi. Bu bir tibbi qanuniyyət. Bu açıq soğukdan həmimiz ibrət elişimiz lazım. Bu ballarımız için çok konursuzluk. Hemimiz için bu çok konursuzluk. Şimdi biz bunda açık savaştan çukur ibret edişimiz lazım. Shunda, Saimkam to'g'ri aytdi. Buningdan hammamiz tarbiyalashimiz lazım. Kesli Şencan. Kes. Kesli. O'taslar. Voy bichara bolam. Sen yani shundoq meyib tug'ilibsa, bu gunoh senda emas. Bu gunoh nevrim chaqqan bizda. Madam doktor, men qizimni yeniga berib kelsam bo'ladimi ekan? Bo'ladi, mashina bilan berib kelsa. Ma'qul, rahmat. Hürmetli Mollacıka, Abdüştaki, ben qaysiligi şunu dep koymakçı. Atıcan bilen Tacıgül ilişkisi bir nevri qarindaş. Ben ularning toy qilishini ishga olem rozi emas. Mushundaqman bola tug'ilibdi, nima ko'ramat bu. Mollacıka, ben endi kelim yo'qlab kelaymdi. Sili chiyrak bosdim bo'la Aysxon. Aysxocha, Sadrika, sizlar amaliy ahvolni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi bu ishni qanday qilamiz? Endi balaning ahvolini o'z ko'zimiz bilan ko'rib turib, buningga nima deydi hokim? Burun sizlarning qilgan nasihatingiz to'g'ri ekan, Mollajika. Mushu nevriga chitish zodi bo'lmaydigan ish ekan. Aysxon, nevriga chatqanda nima ish bo'ldi ekan, endi bir deb baqslar qani. Rost. Nevrichasi zodi bo'lmaydi ekan. Aysxon, zodi bo'lmaydi ekan. Men endi tushundim. Biroq Meymanlarni eti biz to'ydab bag'aq taqib o'tgan tursa, meymanlar to'ydab kelsa, men qanday qilaman, voy Xudoyim? Bu nima senchilik? Men doktorxonaga yetolmay og'rib qoldim dedim. Aysxon, soqqalarni doktorxonaga olmaydi. Yetolmay. Aysxocha, sizlarni unda qilmisizlar. Bunga Mollajika bir amal qilib baqa. Ha, Mollajika, mushu bir amal bor, Mollajika. Buningmi bir amal chiqib qolashimja. Eğer toy olsa buluyordu. Toyga özen baş bulup mihmallarını unutmayverimiz. Toyga kelgen mihmallarga, ey aziz mihmallar, ey halayıklar. Adilcan bilen Tacigül işkisi yakın bir nevri tuqqan boğanlık için, 2 gündün biri ma atanılar kengaş meslep kılıp, bugünkü bu toyunu Adilcan'ın layığı Hacigül'ge manmış kılacaklar. Qanday Sadrika bo'lamdi? Ha, bo'ladi. Chataq yo'q, bo'ladi. Hacigül'ün layığı Fazılcan'ga manmış yigitga. Bu yigit shu Aysxocha. Voy bolam.
o'zgartdi deyman. O çağda toyga kelgan bütün el cemaat sizlarni nasihat anglaydigan ajab mesil kishilik ekanda maqtashmamda. Ha shunday mullachka, rahmat. Tushundim? Xo'sh, bularni ma'qul ko'rdik. Anda o'z bolalarning to'y qilib qanday bo'ldiki? Faziljon ukam to'y qilib keldingmi? Mollachka biz to'y qilib ep bo'ldik mana. Ha? Bu mu to'y ekan bu? Mana kutilmagan qo'sh to'y degan mana shunday bo'ldi. Saymaxon, Xo'sh, anda olsa to'y bo'lishdan bir kun burun to'yning nag'mini olgan buni qanday qilamiz? Tayyorga, tayyor. Ramlaqshlar, qani daqidum chelib yangirtibasizcha. Bugun Sayim pochi. Ya, Sayim noch bugun qaynimiz qachon qaynaydi?